Har doim qizli uyimga borsam, chirk narsalarni qidirib yuraman. Bu safar men chirk yig'ilgan nabor qoshiqlarni yuvib ko'rsatib bermoqchiman. Hozir bu chirklarni ko'rib, albatta negativlarga yetib kelishadi. Axir sizlarga Bavining xususiyatini yaxshilab ko'rsatib berishim uchun shunaqa chirk narsalar kerak. Toza narsani qayta-qayta yuvib ko'rsatib beravermayman-ku, to'g'rimi? Sizlar videoni diqqat bilan kuzatguningizcha bitta yangiligimni aytib o'tmoqchiman. Shu dekabr oxirigacha 10 mingta obunachi yig'ishga ahd qildim. Sharti hech qanaqa giflarsiz, konkurslarsiz, reklamalarsiz yig'ib olishim kerak. Shu shartni uddasidan chiqsam, xo'jayinim menga iPhone olib beraman deb va'da berdilar. Endi aytinglarchi, men shu oy oxirigacha 10 mingta obunachi yig'a olamanmi yo'qmi? Menga yordam bersanglar juda ham xursand bo'lardim. Agar shu shartni uddasidan chiqsam, obunachilarim ichidan eng aktivlarini tanlab olib, ularni xursand qilish maqsadida Bavi super achititellaridan hadya qilaman. Chunki Bavi bilan hamma narsa tez va oson bitadi. Videodan ko'rib bilsanglar ham bo'ladi, Bavi bilan chirklar oson ketyapti. Mana nabordagi hamma narsalar chirklardan xalos bo'ldi. Sizlar bo'lsa meni kuzatishda davom etinglar.